Assalomu alaykum. Bugun do'konimizda qanday turdagi uskunalar bor? Bugun sizlarga hammasini to'liq obzor qilib o'tamiz. Bizda sanoat oshxonalari uchun barcha turdagi uskunalar, qassoblar uchun pichoqlarimiz, suyak kesadigan aralar, misrovkalar, nonoyakalarimiz uchun meshalkalarimiz, fast foodga kerakli bo'ladigan barcha turdagi jihozlarimiz bor. Misrovkalarimizga to'xtalamiz. Misrovkalarimiz Xitoyda, Turkiyada ishlab chiqarilgan. 12 talik, 22 talik, 32 talik, 42 talik hajmdagi misrovkalarimiz hozirgi vaqtda наличиеda mavjud. Hozir shu kungacha O'zbekistonning turli hududlariga 1000 ga yaqin mijozlarimizga misrovkalarni o'z vaqtida yetkazib berganmiz. Va shuni aytib o'tishimiz kerakki, Echinsi fermasining O'zbekistondagi yagona dileri hisoblanamiz. Undan tashqari turli xildagi suyak kesadigan aralarimiz bor. Ekonom va nirjavika variantlari bo'ladi. Modellari 165 modeldan 184 modelgacha bo'ladi. Оборотлari 900 оборотdan 1500 оборотgacha harakatlanadi. Bu esa sizga muzlagan go'sht, tospiqin, katta suyaklarni bemalol chiroyli moydek silliq kesib beradi. Qassob va oshpazlarimiz uchun turli xildagi o'tkir pichoqlarimiz mavjud. Bu pichoqlarimiz oddiy pichoqlardan farqi qaytmas po'latdan yasalgan. Mana shu pichoqni qassoblar uchun tavsiya qilaman. Bir marta ishlatib ko'ring. O'zingiz ishlatadigan pichoq bilan sifatini 100% sezasiz. Undan tashqari pichoqlarni o'tkirlash uchun original mana bunday Frieder Dick Almazni pichoq o'tkirlaydigan Musat katmonlarimiz bor. Ba'zi joylarda Musat, ba'zi joylarda katmon deb nomini aytishadi. Bu 100% original Almazi Made in Germaniya. Pichoqlarimizni chiroyli qilib terib qo'yish uchun mana bunday Xitoy, Turkiya magnetlarimiz bor. Go'shtlarimizni ezish uchun plastikdan yasalgan bolg'alarimiz, tekis tarafi, mana bunday chuqurchali taraflari bor. Oshxonalar uchun, qassobxonalar uchun, go'shtlarimizni, baliqlarimizni kesish uchun original Turkiya plast 100% sog'liq uchun yaroqli. Buni ikki xil turi bo'ladi. Xitoy, Turkiya. Mana shu Epay Turkiyasi 100% oshxonalarimizda, qassobxonalarimizda ishlasak bo'ladi. Qassoblarimiz uchun yana bor mahsulotlarimiz, go'shtlarimizni chopish uchun turitskiy chopqilarimiz, mana bunday metall nirjavikadan bo'lgan va temirdan tashkil topgan chanchalarimiz, go'shtlarimizni chiroyli qilib osib qo'yish uchun chanchalarimiz bor. Eng asosiy mana shu barcha mahsulotlarimiz Turkiyada ishlab chiqariladi. Va yana pekarnilar uchun, nonoyakalarimiz uchun 25 kilogramdan boshlanib 100 kilogramgacha xamir qorib beradigan professionalniy testa meshalkalarimiz bor. Bu testa meshalkalarimiz ko'pincha nonoylar uchun, bu spralnik variantlarimiz pekarni, ya'ni universal meshalkalarimiz hisoblanadi. Fast food biznesini boshlaydiganlar uchun fast foodingizga qanaqa turdagi uskunalar kerak bo'lsa, hammasini olib kelib qo'yganmiz. Elektriskiy, gazlik variantdagi shaurma apparatlarimiz, turistik choylar damlash uchun samorlarimiz, izgara, toster, fruntrisa va yana nirjavikalik variantdagi izgaralarimiz bor. Mana shu barcha turdagi uskunalarimizni kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Pitsalaringiz juda ham tez tayyor bo'lishi uchun mana shunday turistik original pitsa pechlarimiz ham yetib keldi. Bu pitsa pechlarimiz 1 etajlik, 2 etajlik razmerlarda bo'ladi. Ichidagi razmerlarga keladigan bo'lsak, 90 ga 60 razmerda italyansk toshlardan ishlab chiqarilgan. Ikkinchi pechlarimizga keladigan bo'lsak, nonoylarimiz uchun, pekanlar uchun Xitoy Shumaya zavodida ishlab chiqarilgan 1 patnoslikdan boshlanib 9 patnosgacha bo'lgan Shumaya firmasining pechlari original, O'zbekiston zborka emas, Xitoyda ishlab chiqarilgan pechlarimiz ham bor. Kel operator. Ester do'konimizda yangilik, kartoshkalaringiz katta ob'yomda bo'lsa, juda ham tez tozalash uchun mana shunday kartoshka tozalaydigan kartofel apparatlarimiz ham yetib keldi. Kartoshkani solasiz, suvga ulaysiz, 2 daqiqada 10 kilo kartoshkangizni bemalol tozalab bera oladi. Va yonida qassoblar, restoranlar uchun katta hajmdagi 10 kilodan 20 kilogacha bo'lgan, asosan turistik restoranlarda ishlatiladi. Shopper deydi, ya'ni o'zbekchasiga shopper, katta hajmdagi 20 kilogacha bo'lgan go'shtlarni 2 daqiqada bemalol qiyma qilib beriladigan shopperlarimiz ham yetib kelgan. Mevalarimiz uchun, souslar tayyorlash uchun mana shunday turdagi yangi blenderlarimiz yetib keldi. Sensorlik variant. Ko'pchilik shovqin chiqadi dedi. Mana shunday vakuumlik variantlari ham keldi. Bularimiz 2,5 litrdan boshlanib 4,5 litrgacha bo'lgan hajmlarda bor. Mana shu ko'rgan barcha jihozlaringizni hamma zapchaslari bizda mavjud. Bizda hozirgi kunda malakali ustalarimizni yo'lga qo'yganmiz. Sizdagi jihozlarni qayerdir buzilib qolgan bo'lsa, biron joyini almashtirish kerak bo'lsa, bemalol bizni malakali ustalarimizga ishonib topshirishingiz mumkin. Sizga yangidek original zapchastlarni qo'yib, almashtirib, to'g'rilab berishadi. Sizga qaysi turdagi jihozlarimiz haqida yanada ko'proq ma'lumot kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqing va obuna bo'lishni unutmang.